Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun muhabbat haqida to'xtalaylik. Muhabbat hammamiz muhtoj bo'lgan inson hayotida o'rni va ahamiyati nihoyat zo'r bo'lgan bir narsa. Chunki dunyo muhabbat bilan go'zal. Dinning asosi muhabbat. Muhabbat hammadan kuchli narsa. Pul mol bilan yoki kuch bilan hal qilib bo'lmaydigan nurg'un ishlarni muhabbat bilan hal qilib bo'ldi. Muhabbat ketib ketgan qalblarni yumshatadigan, ko'ngillarni moyil qiladigan narsa. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga mundaq degan: "Fabima rahmatin minallohi linta lahum wa law kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Ey payg'ambar, Allohning rahmati bilan sen ularga siliq muomalada bo'lding. Ya'ni tamomiy mehr muhabbat va sevgi muhabbat bilan muomala qilding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, albatta ular sening atrofingdan tarqab ketadi degan. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki qalbidagi cho'nqur muhabbat va atrofidagilarga bo'lgan bag'ishlash, shuning natijasida islom dinimiz nihoyat tez vaqt ichida dunyoga tarqaldi. Hatto chorak asrga yetmaydigan, ya'ni 23 yil ichida Arab yerim oroldan chiqib dunyoga tarqalishga boshladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning da'vati 100% g'alaba qildi. Buning orqasida shu cheksiz muhabbat va bag'ishlash bor. Muhabbat ko'ngillarni yumshatadigan, dillarni yashartiradigan, inoqlikni kuchaytiradigan, odamni baxtli qiladigan narsa. Oila a'zolarining baxt saodati muhabbat bilan bo'ldi. Muhabbat haqiqiy ma'noda umumlashgan oilani haqiqiy baxtli oila desak bo'ladi. Chunki haqiqiy muhabbat bor yerda bag'ishlash bo'ldi. Bag'ishlash bo'lgan ekan baxt saodat o'zi keladi. Oiladagi har bir a'zo boshqachisi uchun bag'ishlasa, ya'ni bag'ishlasa o'zining yaxshi ko'rganligi uchun bag'ishlasa, bu oila baxtga cho'mgan bir oila bo'ladi. Alloh taolo baxtli oilani bayon qilib mundaq degan: Allohning qudratining alomatlaridan biri ayollardan unsi ulfat erishinglar uchun ularni o'z tipinglarni yaratib, oranglarda mehr muhabbat o'rnatganligidir deydi. Ya'ni oramizdagi mehr muhabbatning o'rnatilganligi Alloh taolaning eng katta ne'matlarining biri. Mehr muhabbat bo'lmaydigan bo'lsa, u oila jannat bo'lishga tegishli oila do'zaxga aylanib qoladi. Mehr muhabbat bilan oilalar jannatga aylandi. Afsuslanarligi kunimizda muhabbat so'zi ko'plagan kishilarning quloqlarida chiroyli anglanmaydi. Ular muhabbat desa, uni bir xil bir gunoh ishdak qarab qoldi. Amaliyot bo'lsa, pok muhabbat baxt saodatning ochqichi. Kishilarning muhabbat so'zini bir xil gunoh ma'siyat degan qarash bilan tushunib qolishdagi sabablarning biri zamonimizdagi bir qism kishilarning muhabbat shuari ostida o'ziga halol bo'lmagan birlar bilan yo'lsiz aloqa bog'lishi, hatto fohish ishlarni qilishi deyishga bo'ladi. Aslida bunday nashayan ishlar muhabbat emas, balki adabsizlikdir. Biz muhabbatdan iborat mushu bebaho go'hardan nimishqa foydalanmaymiz? Bir-birimizga muhabbat so'zini aytishga nimishqa bexillik qilamiz? Chunki bizdan bu muhabbat so'zi bizni hech nima talab qilmaydi. Ya kuch talab qilmaydi, ya pul talab qilmaydi, hech nima talab qilmaydi. Faqat yuragimizni shundoq ochsak, ko'nglimizni ochsak, muhabbat so'zimizni ko'nglimiznikini qarshi tarafga desak, shu ko'ngilni xushal qilsak bo'ladi. Aslida muhabbat so'zini aytishning o'zimi saodat bag'ishlaydi. Siz juringizga "Men sizni yaxshi ko'raman" degan vaqtingizda siz ash bir eg'iz so'zingiz bilan uningga dunyolarcha xushallikni taqdim qilgan bo'lasiz. Agar siz er bo'lsangiz, ayolingizga "Men sizni yaxshi ko'raman" degan vaqtingizda uning chiroyida jilvilangan saodatni albatta ko'ra olasiz. Ham o'zingiz bu xushallikqa to'lasiz. Chunki birovni xush qila olganlik oddiy ish emas. Yani birovni xush qilgan odam o'zi bu xush bo'ldi, saodat his qiladi. Ayolingiz sizdan xushal bo'lgandan keyin u sizni xushal qilishning yo'lini izlaydi. Hurmatingizni oshirib qiladi, xizmatingizni ko'ngil bilib qiladi va sizga bo'lgan samimiy muhabbatini ifodalashning hamma yo'llarini tajriba qildi. Agar siz ayol bo'lsangiz, eringizga "Men sizni yaxshi ko'raman" yoki uyda sizni sevib qoldi ekanman
deganga o'xshash so'zlarni qilgan vaqtingizda eringizning chiroyidagi rozimanlik sizni albatta xushallikqa to'ldirdi. Balki sizga siz eng yaxshi ko'radigan narsalarni hadiya qilishga tirishidi. Shuningdek siz balangizga men sizni yaxshi ko'raman. O'g'lim, men seni yaxshi ko'raman. Qizim, men sizni rostla yaxshi ko'raman degan vaqtingizda uni xushallikqa, baxt va ishonch tuyg'usiga cho'mdirasiz. Baxt va ishonchga to'ladi. Siz bunda qilish orqali qarshi tarafni xushal qilib, o'zingizda saodat paydo qilasiz. Ya'ni o'zingizga baxt saodatni his qilasiz. Boshqa tarafni xushal qilgandan keyin o'zingizga xushal bo'lasiz. Yana bir tarafdan ibodatning savobini topasiz. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chiroyli gapda sadaqaning savobi bor degan. Chiroyli gaplarning ichida men seni yaxshi ko'raman degandan chiroyli gap yo'q dunyoda. Ajab chiroyli gap. Ashundoq chiroyli gaplarda sadaqaning savobi bor deydi. Sadaqa qilganda savob topadi. Yana payg'ambar alayhisalom sizlar birini yaxshi ko'rsanglar, uningga men sizni yaxshi ko'raman danglar deb ko'rsatgan. Ya'ni biz bir mu'min musulmon qarindoshni yaxshi ko'rsak, mayli tuqqunimiz olsun, mayli ayolimiz olsun, mayli balamiz olsun, mayli qo'shnimiz olsun, mayli qanday bir kishi bo'lsin, işte bir musulmon mu'min kishini biz yaxshi ko'rsak, men sizni yaxshi ko'raman degan gapni aytib qo'yamiz deydi. Bu aytib qo'yishning o'zi har ikki tarafga xo'sh qildi. O'zi mu xo'sh bo'ldi degan odam, anglagan odam mu xo'sh bo'ldi. Meni yaxshi ko'rdi degan, u mu yaxshi ko'rdi. Ya'ni shuning bilan dunyo go'zal. Bir tarbiya mutaxassisi leksiyasida mundaq deb so'zlagan. Bir farzandning o'xshash bo'lmagan oilada tug'ilishi, o'xshash bo'lmagan ijtimoiy muhitda cho'ng bo'lishi shu bolaning ruhiy va jismoniy dunyosida cheksiz farqlarni paydo qildi. Bu muhitning shu bolaga bergan g'idiqlishi o'xshash bo'lmaganligi uchun shu bolalarda cho'ng farqlar paydo bo'ldi. Bu haqda Amerikalik bir psixologiya olimi bundaq degan. Agar farzand ziddiyatlik muhitda yashasa, u boshqalarni ayblashni yaxshi ko'radigan odam bo'lib chiqadi. Agar farzand dushmanlashish muhitida yashasa, u urushqoq bo'lib chiqadi. Agar farzand qo'rqinch ichida yashasa, u g'amkinla yuradigan bo'lib cho'ng bo'ldi. Agar farzand rag'batlantirish ichida yashasa, u o'ziga ishonadigan odam bo'lib chiqadi. Agar farzand o'zini yaxshi ko'radigan muhitda yashasa, u atrofidagilarni hurmatlaydigan, yaxshi ko'radigan bo'lib chiqadi. Agar farzand bexatar muhit ichida yashasa, u boshqalarga ishonadigan bo'lib chiqadi. Agar farzand do'stlik ichida yashasa, o'zi yashayotgan dunyoning naqadar go'zal ekanligini his qila oladigan bo'ladi. Dünya asli shunday go'zal, lekin biz tar doirada qarab olganligimiz uchun nurg'un go'zalliklarni ko'ramiz. Bu psixologning fikriga ko'ra, bolalar kichikidinlar madaniy, inoq, rag'batlantira oladigan, do'stonlik bilan to'lgan bir muhit ichida yashab cho'ng bo'lsa, u cho'qim ko'ngli muhabbat bilan to'lgan, insoflik, diyonatlik, boshqalar bilan chiqishib o'ta oladigan, umidvor bo'lib yetishib chiqadi ekan. Biz insoniyatga mana bu shunday nodir asarlarni sovg'a qila olamiz. Farzandlarning suyimli ota-onasi va qadrdan ustozi bo'la olamiz. Buni har bir inson o'zi o'ylab ko'rishga tegishli. Chunki biz biraylaymiz. Har qanday inson biraylaydi. Lekin shuni qanday birish, qanday yo'lni birish, qanday tariqani birish bu masalani o'rganish kerak. Şuna biz bağışlaşını biliş gerek. Her qanday insan suyulishni yaxshi ko'rdi. Boshqalar meni yaxshi ko'rsa, boshqalar menga ko'ngil bilsa deymiz. Ammo biz shu boshqalarga ko'ngil bilsak, boshqalarga bag'ishlab, boshqalar bizga bag'ishlaydi. Ya'ni qo'lni yuvsa, qo'l berib, yuzni yuydi degan gap. Alloh taolo hammamizni muhabbatni to'g'ri tushunadigan va mehr muhabbatli kishilardan qilsin. Amin.